buyrak faoliyatini tez izdan chiqaruvchi top 6 ta mahsulotlar. Birinchisi, og'riq qoldiruvchi dori vositalarini juda ko'p iste'mol qilish. Ikkinchisi, juda ko'p achchiq va sho'r mahsulotlarni iste'mol qilish. Uchinchisi, juda kam suyuqli ichish. Bunda har xil gazli ichimliklar, energetiklar hisobga olinmaydi. Faqatgina toza qaynatilgan suv yoki bo'lmasam gazli oddiy suvlar tavsiya qilinadi. Kam uxlash, ya'ni 6-8 soatdan kam uyqu buyrak faoliyatini ham izdan chiqaradi. Ya'ni uxlaganda buyrak nisbatan dam oladi. Beshinchisi, juda ham ko'p go'sht iste'mol qilish. Bunda go'shtni ko'p iste'mol qilish natijasida undagi oqsillar parchalanishi va buyrakda kuchlanishni yuzaga keltirishi. Va oxirgisi, pol fabrikat mahsulotlarni, ya'ni yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish. Siz yuqorida aytilganlarning qaysi biriga amal qilmaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.